Так что tuzli yemaymiz. Ko'proq iliq suv ichishga harakat qilamiz. Xo'p, iliq suv ichsangiz yaxshi yuviladi. Qaynagan suv ichmang. Shaqarlab 100 gradusda qaynatmang. Iliq bez gaz, mineralniy yoki filtrdagi suvdan ichasiz. Pochkangizdagi tuzlarni yuvib chiqarishga o'sha yordam beradi. Atak choylardan unchalik foyda yo'q hozir sirokingizda. Yo'qcha suv ichishingiz kerak. Хорошо. Остальное normal. Endi tepaga qarab yoting. Og'riqlarimiz yana bitta sababi simfizit bo'lishi mumkin. Bandaj taqdikmi oyisi? Voy jonim, nega taqmadik? Nima yetishmadi? Xudojaning. Shu menga kichkina srokingizda kelgan ekansizda. Undan keyin bir kelib ketsangiz, bandaj taqing deb aytardim. Endi simfiz sohangiz ochilibdi, qarang. Mana bu simfizit deyiladi. Mana bu ikkita chanog'ingizni, qo'l suyagini o'rtasini ochilishi mana shu og'riq beradi. O'tirganingizda turib